Hurmatli kuzatuvchilar, bugun obzorimizda GAC Aion. Bu avtomobilimizni alohida YouTube uchun olinyapti. Sizlar uchun mehnat qildik. Bitta like, kommentariyani ayamanglar degan umiddamiz. Bu GAC Aionimiz elektrik hisoblanadi. 530 km masofani bosib o'tadi. GAC Aion i60 3 xil versiyada chiqqan. Birinchisi gibrid, ikkinchisi elektr 530 km masofani bosib o'tadi, uchinchisi 650 km masofani bosib o'tadigan elektr quvvati bor. Bu avtomobilimizning tomonlari hamda minus tomonlarini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bu avtomobilimizning atidan orqa qismidan boshladi. Hozirgi paytda budjetli elektromobillarni orqa qismi bagaj ochilishiga e'tibor beramiz. Elektronli ochiladi. Hamda elektronli yopiladi. BYD Yuan App'larga agar solishtiradigan bo'lsa, BYD Yuan App'larda qo'l bilan ochilib, qo'l bilan yopiladi. Diskasiga e'tibor bersanglar, 2025-yil versiyasi bilan 2026-versiyasini farqi nimada desanglar, 25da 18 diska bo'ladi, 26 kuzovligida 19 diska bo'ladi. i60lar o'zi umuman Aion modeli Xitoyda, ya'ni Guangzhouda juda ham qadrli hisoblanadi. Chunki batareyani yo'mkisi ham, chidamligi ham juda ham yuqori sifatda ishlab chiqarilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsa, konsollariga e'tibor bersanglar bo'ladi. Juda ham noodatiy ishlangan. Zaryadka uchun besprovодной zaryadkasi bor. Bu avtomobilimizning hamda sovutish tizimi ham bor. Salon qismi charmdan ishlangan. Bu avtomobilda abduf, abagrev, massajlar oldi qismida mavjud. Orqa qismiga keladigan bo'lsa, bu baland okalar o'tirsa ham bemalol o'tiradi. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham keng ishlangan. Bu avtomobilimizning yana plus tomoni, bu avtomobilda Face ID'si ham bor. Navodosiga uyqusirab qolsanglar ham vibratsiyasi o'qitadigan funksiyalargacha bor. Hamda panorama tomlarigacha qilib qo'yilgan. Bu avtomobilni xarid qilganingizdan keyin komplektatsiyasida o'zi nimalari bor? Alohida poligi bor, hamda kilovatli zaryadkalari mavjud. Bu avtomobilni qo'limdan kelgancha sizlar uchun obzor qilib berdim. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like ayaminglar. Sizlar bilan Benefit Motors bo'ldi. Salomat bo'linglar.